Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. Aqoid masalalarini o'rganish zarurligi e'tiboridan taqsimoti. Aqoid masalalarini o'rganish zarurligi jihatidan 3 qismga ajratish mumkin. Zaruriy aqoid, to'ldiruvchi aqoid, qo'shimcha aqoid. Sofi Allohyor bobomiz aqoid ilmini o'rganish zarurligini quyidagicha bayon qilgan. Aqida bilmagan shaytona eldir. Agar 1000 yil amal deb qilsa yeldir. Ushbu so'zlardan har bir balog'atga yetgan, aqli raso bo'lgan musulmon o'rganishi farz bo'lgan zaruriy aqoidlar ko'zda tutilgan. Sofi Allohyor rahmatullohi alayhining tug'ilgan yili aniq ma'lum emas. Turli tadqiqotlarning qarashlariga ko'ra, bu zot 1630-1650 yillar oralig'ida Samarqandning Katta Qo'rg'on bekligiga qarashli Minglar qishlog'ida tug'ilgan. Sofi Allohyor ko'plab ilmlar bo'yicha yetuk olim hamda Forsi va turkiy tillarda mahorat bilan ijod etgan adib hisoblanadi. Sofi Allohyorning turli mavzularga oid ko'plab asarlari bo'lib, ularning ayrimlari quyidagilardir. Birinchisi, Maslakul Muttaqin, taqvodorlarning tutgan yo'li, aqoid va fiqh ilmiga bag'ishlangan. Ikkinchisi, Murodul Orifin, oriflar murodi ma'nosini anglatuvchi bu asar ham fors tilida ta'lif etilgan bo'lib, tasavvuf ilmiga bag'ishlangan. Uchinchisi, Mahzanul Muti'in, itoatkorlar zahirasi ma'nosini anglatuvchi ushbu asar ham fors tilida yozilgan bo'lib, aqoid va fiqh ilmiga bag'ishlangan. To'rtinchisi, Sabotul Ojizin, ojizlar matonati ma'nosini anglatuvchi ushbu asar aqoid ilmiga bag'ishlangan bo'lib, o'zbek tilida she'riy uslubda yozilgan. Ba'zi olimlar Najotut Tolibin va Fawzun Najot kitoblarini ham Sofi Allohyor yozganini aytishadi. Sofi Allohyor rahmatullohi alayhining vafot etgan yili ko'pchilik tadqiqotchilarning ma'lumotlariga ko'ra 1721-yilga to'g'ri keladi. Qabri O'zbekistonning janubiy hududida joylashgan Surxondaryo viloyatining Oltinsoy tumaniga qarashli Katta Vahshivor qishlog'idadir. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.